Nechmi kredit olyapsiz? Nechmi olyapsiz? Nima qilmoqchi bo'lyapsiz? ishlab chiqarish. Nima ishlab chiqaryapsiz? Shu bilan bu restoranlar shunaqa qarashlar. Qayerda faoliyat? Shahardan. Shaharda. Kattaqo'rg'on shaharda? Zalog shahardanmi? Bu shaharda. Uyda zalogga qo'yib olyapsiz 15 ming. Siz oldin oylariga qaysi mahallalarga chiqdingiz? Sizga oldin yarim qishloq olamiz. Oldin nechmi kredit olgansiz? 5 yil oldi. 5 ming. Endi chorvachilik yo'nalishida olmoqchisizmi? Yo'q, o'zimizga avtomobil bo'yicha. Stol. Ha, ustaxona ochmoqchisizmi? Xizmat ko'rsatish. Xizmat ko'rsatish. Siz to'lovlarda masala bo'lmaydimi? Yo'q. Bu ishlar hujjatlarini tayyorlaganmi? Yo'q, hozirgi historiyasini ko'ryapman, agar yaxshi chiqsa, keyin tayyorlayapti. Har yil sudga keladi. Sizniki nima yo'nalish? Qayerda faoliyat? Nima bu? Zalogda. Sizniki ikkilanib turgan.